yilgacha, Muzaffar. 7 yilgacha. 2 yil imtiyozli davri bilan 7 yilgacha. Ha, buni 17 millionliklarimiz, 50 millionlik kreditlar hammasi 5 yillik, 1 yil imtiyoz davri. Olsanglar bo'ladi. Ya'ni birovdan so'rab hech kim biznes qilib bo'lmaydi-yu. Ha, to'g'ri. Bugun bersa, ertaga so'rab chiqadi. Lekin 5 yilda sinav qilaman degan odam eplasa bo'ladigan narsalar. Bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Ismim Murodjon. Mana Mahalla bankimiz bor, Jamshidbek. Agentimiz hammasi muammo yo'q. Bankka borishdan oldin mana shu yerda hamma narsani maslahatlarini so'rab turib, pasportingizni bersangiz, uje mana shu yerda mashina turib, borib, ovora bo'lish kerak yo'q. Pasportinglarni Telegramdan tashlasanglar, skoringdan ko'rib beradi. O'tadi, o'tmaydi, aniq beradi. Ularga ovoragarchilik, qatnash, oldinga nimalar yo'q. Bemalol bir kunda jo'natasiz. Hamma yo'q, tayyor bo'ladigan bo'lsa, bir kunda borasiz, qo'l qo'yasiz, bu plastik olib beradi. Qanaqa bir muammolar bo'lsa, aytsanglar, masalan, boshqa tomonlardan ham endi biz yoza olamizda, tegishli tashkilotlarga aytishimiz mumkin. Biz endi mana shu yoshlar kuniga har payshanbada